Qanaqa qilib 25 yoshda 1 million dollarga erishdim? Menga ota-onamdan 1 million dollar pul meros qolgan deb aytishni chin dildan xohlardim. Lekin menda unaqa bo'lmagan. Men o'zim 16 yoshdan boshlab mustaqil ravishda halol yo'l bilan juda ko'p har xil ishlarda ishlab, o'zimni birinchi million dollarimga 25 yoshda erishdim. 2000-yilda 16 yoshimda 108 dollar bilan birinchi bor Amerikaga borganman va akademik almashuv dasturi bo'yicha borganim uchun men qonuniy ravishda u yerda ishlay olmasdim, chunki mening maqsadim maktabda o'qish bo'lgan, ishlash bo'lmagan. Bundan tashqari menga har oy dastur bo'yicha 100 dollarlik stipendiya berilardi va u meni xarajatlarimga yetish kerak bo'lgan va yetarli bo'lgan ham, lekin men u pulni ishlatmasdim, balki u pulni yig'ib qo'yardim va pul topish xohishi juda ham katta bo'lgan menda. Shuning uchun ham har doim atrofda agar qanaqadir pul topish imkoniyatlari bo'lsa, shularni doim qidirib yurardim. Masalan, qo'ni-qo'shnilarga bolasini qarashga yordam kerak bo'lsa yoki bo'lmasam uyda qanaqadir yordam kerak bo'lsa va shunga pul to'lashga tayyor bo'lishsa, bunaqa imkoniyatlarni hech qachon qo'ldan boy bermasdim. Hattoki bir marta bitta oilani uyiga tozalagani borganman va u yerda hojatxonani tozalash kerakligini ko'rib xafa bo'lganman. Uni tozalaganman, lekin bu menga juda ham nima deydi, yomon ta'sir qilgan va o'zimga o'zim men nima qilganman so'z berganman. Boshqa hech qachon qora ishlarda ishlamayman. O'zim yana yaxshiroq o'qiyman, yana yaxshiroq rivojlanaman bunaqa ishlarni qilmaslik uchun. Tasavvur qiling, qanaqa bu nima deydi, 16 yoshli qizga qattiq ta'sir qilganini. Men bitta qora oilani uyiga borganman va ularni hojatxonasini tozalashim kerak bo'lgan. To'g'ri, hamma narsa bo'lgan tozalash uchun, latta bo'lgan, perchatka bo'lgan, boshqa qanaqa kerakli narsalar kerak bo'lsa, hammasi bo'lgan. Lekin bu meni juda ham menga ruhimga salbiy ta'sir ko'rsatgan va men bu narsani butun umriga eslab qolganman. Shu bilan birga universitet paytida ham ishlashni xohlardim, lekin u paytda ham qonuniy ravishda faqatgina haftasiga 20 soat ishlay olardim. U bo'lsa ham faqatgina universitetning territoriyasini ichida bo'lgan. Endi buni samaraliroq qilish uchun men qanaqa ish qidirganman? Reseptionga o'xshagan ish qidirganman, chunki shunda men ham o'zimni ishimni ishlay olaman, bundan tashqari bitta vaqtda darslarimni ham qila olardim. Bunaqa ish qidirib, Drexel universitetidagi Bayada Small Business Development Centerda ishlardim, u yerda receptionda ishlardim va bemalol darslarimni ham qilardim. Bundan tashqari meni pul topish xohishim juda ham nima deydi, kuchli bo'lgani uchun to'g'ri qonuniy ravishda mumkin emas bo'lgan bo'lsa ham baribir ham universitetni territoriyasidan tashqarida ham ish qidirganman. Shunaqa qilib universitet kampusda Ed's Buffalo Wings and Pizza degan joyda ishlardim. U yerda menyu tarqatardim, ya'ni hamma uyg'onishdan oldin ertalab soat 4:30-5 da hamma universitet общежитиялariga borib, har bitta xonani tagiga menyular tarqatib chiqardim. Zo'r pul topardim. Har bitta общежитиyaga 50 dollar to'lashardi menga o'sha paytda. Undan tashqari talabalik paytida hamma chevi zo'r qoladigan ish xohlardi, ya'ni ofitsiantlik qilish xohlardi, ham erkaklar, ham ayollar. Men ham shunaqa ish qidirganman va topganman ham, lekin oxirida u ishda ishlab, u ishni uddala olmaganman, chunki u ish men uchun juda ham katta stress bo'lgan, chunki men ovqatlarning nomlarini bilmasdim, tez nima deydi, zakazlarni olib ularni proses qilishga ulgurmasdim. Undan keyin magazinda kiyim ham sotib ko'rganman, lekin u ham qiyinroq bo'lgan, chunki tik oyoqda turishingiz kerak 8 soat, 7 soat mobaynida. O'shanga undan keyin men molda o'zimga parfyumeriya kioskidan ish topganman va har shanba oddiq bemalol maza qilib o'zimga yoqqan parfyumeriyani sotardim. Pul topish xohishim shunaqa baland bo'lganki, hattoki Drexel universitetini ham men Coop dasturi uchun tanlaganman. Coop dasturi nima degani? 6 oy siz universitetda o'qiysiz, 6 oy bo'lsa siz qonuniy ravishda polniy stavkaga ishda ishlaysiz degani edi. Va men 2-kursimdan boshlab 6 oy Bristol Myers Squibb degan kattakon farma kompaniyada moliyaviy analitik bo'lib ishlaganman va anchagina katta pul topganman. Xullas, universitet paytida men juda ham ko'p har xil ishda ishlaganman, ham qonuniy ravishda, ham noqonuniy ravishda, lekin
eng muhimi hamma topgan pullarimni aksariyatini men investitsiya qilganman. Drexel universitetidan moliya bo'yicha dunyoda birinchi o'rinda turadigan Wharton Schoolga o'qishimni o'tkazganimda, o'tda Wharton Small Business Development Centerda konsultant bo'lib ishladim. Data Linguistic Centerda annotator bo'lib ishladim. Va bular oldingi Drexeldagi receptionga o'xshagan ishlar bo'lmagan, bular ancha faolroq ishlar bo'lgan. Shunga yarasha daromadi ham juda yaxshi bo'lgan. Ya'ni soatiga $40 topardim. Bu universitet ichida qonuniy ish bo'lgan student uchun. Tasavvur qiling, student bir soatiga $40 topadi. Bundan tashqari O'zbekistondan juda ko'p studentlarga AQShga o'qishga kirishga yordam berdim va bu orqali minglab dollarlar topdim. Bu yerda nimani kuzatsa bo'ladi? Birinchi maktab o'qishi, keyin Drexel, keyin Wharton School. Bularni hammasida o'qigan paytimda parallelni bitta vaqtda o'zida yana juda har xil ishlarda ishlagan bo'lganman. Vaqt o'tish sayin ishlarimiz saviyasi va shu bilan birga ulardan kelgan daromad darajasi ham ancha ko'tarilgan. Bundan nima xulosa qilsa bo'ladi? Xulosa shundaki, bilimga qilingan investitsiya bu eng zo'r investitsiya. Chunki uni daromadliligi juda ham yuqori bo'ladi. O'qishni bitirgandan keyin Wall Streetga ishga kirganman va o'tdagi ishni daromadi tabiiyki meni undan oldin bo'lgan hamma ishlarimni daromadidan yuqoriroq bo'lgan. Ishni boshlashim bilan oyiga $5000 maosh olganman. Bundan tashqari yil oxirida yana bonus berilgan. Birinchi yili menga $60000 bonus berilgan. Ya'ni oyiga chaqsangiz bu yana qo'shimcha oyiga $5000 maosh bo'lgan. Xulosa qilganda endi universitet bitirganimdan keyin birinchi ishimdan jami bo'lib oyiga $10000 maosh topganman. Wall Streetda 1 yil ishlaganimdan keyin juda ko'p boshqa kompaniyalar menga ish bilan taklif bilan chiqishni boshlashgan. Chunki klientlar hammada bir bo'lgan va agar sizni reputatsiyangiz kuchli bo'lsa, klientlar boshqa kompaniyalarga sizni rekomendatsiya qilishligi mumkin. Shunaqa qilib 1 yil juda ko'p takliflardan keyin men 2 yil ishlaganimdan keyin Morgan Stanleydan UBSga o'tganman. Juda yaxshi taklif orqali o'tganman. O'tda nafaqatgina maoshim karra-karra, balki bonuslarim ham karra-karra o'sgan. Shunaqa qilib 25 yoshimda o'zimni birinchi $1 million erishganman va buni menikedan bo'lgan. Bu albatta bilim, tajriba, mutaxassislik, mehnatsevarlik va sabr orqali kelgan. Ko'pchilik endi nima deyishi mumkin? Endi siz Amerikada bo'lgansiz-da, unaqa narsalar faqat o'tda deb aytishligi mumkin. Lekin aynan Amerika bo'lgani uchun men hamma topgan pullarimni yarmini soliqqa to'laganman. Tasavvur qiling, topgan pulingizni yarmini, ya'ni 50% ni soliqqa to'lashi. Endi tasavvur qiling, bularning hammasi kamida 20 yil oldin bo'lgan narsalar. U paytda ijtimoiy tarmoqlar bo'lmagan, texnologiyalar hali rivojlanmagan. Ya'ni u paytda na Instagram bo'lgan, na Telegram bo'lgan, na WhatsApp bo'lgan. Ya'ni u paytda pul topish ancha qiyinroq edi. Hozirgi kunda ijtimoiy tarmoqlar rivojlangan va hattoki O'zbekistonda turib ham oddiy uy bekalari zo'r food bloger bo'lsa, oyiga $10,000 ham topa olishadi. Lekin bu yerda eng muhim narsa bu ko'p pul topish emas, balki pulni to'g'ri boshqarishdir. Chunki hamma o'ylaydiki, ko'p pul topsa, puli ko'p bo'ladi deb. Lekin topgan pul bu o'zini puli emas. Topilgan pulni har doim ketadigan joyi bor va faqatgina qolgan pul bu o'zingizning pulingiz. Ya'ni har bitta odam ko'p pul topish kerak, lekin uni to'g'ri boshqarib oy oxirida o'sha qanaqadir qismini o'ziga qoldirish kerak va o'sha qolgan pul aslida o'zingizning pulingiz bo'ladi va keyingina shu pulni siz investitsiya qilishingiz mumkin kelajagingiz uchun va uni Xudo xolasa ko'paytirishingiz mumkin. Demak, men 25 yoshimda o'zimni birinchi $1 million ga qanaqa qilib erishganimni bilib oldingiz. Bu albatta har xil ishlarda, juda ham ko'p har xil ishlarda tinimsiz mehnat orqali kelgan narsa. Va eng muhimi, bugungi kunda bu narsaga har bir inson erisha oladi. Lekin buning uchun nima talab qilinadi? Buning uchun albatta bilim, sabr, intizom va ishdan qochmaslik talab qilinadi. Lekin esingizdan chiqmasin, eng muhimi bu $1 million topish emas, balki bu topgan pulingizni qaysi qismi aynan sizniki bo'lib qolishidir. Yana bir bor aytib o'taman, siz topgan pulingiz bu sizning pulingiz emas. Chunki agar u xarajat qilib chiqib ketsa, u sizning pulingiz emas. Faqatgina qolgan pul bu sizning pulingiz. Va shu qolgan pulni agar siz investitsiya qilsangiz, bu pulni sizga ishlashda ta'minlay olasiz.
albatta uni gрамотный qilib investitsiya qila olsangiz. Xulosa qilib aytganda, ko'p pulni ishlash o'zi kifoya emas, balki o'sha siz ishlab topgan pulni o'zingiz uchun passiv daromad manbasiga aylantirish muhimdir. Masalan, men qancha ko'p pul topmayin, doim hamma xarajatlarimni nazorat ostida ushlaganman va eng muhimi, topgan pullarimni aksariyatini investitsiya qilganman. O'zim bilmagan holda FIRE metodini, ya'ni Financial Independence Retire Early, bu degani moliyaviy mustaqillik erta nafaqaga chiq degan metodni qo'llaganman va shu metod orqali o'zim uchun passiv daromad manbalarini yaratib 29 yoshimda bemalol nafaqaga chiqa olganman. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, o'z fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Menga har biringizni fikringiz juda ham qiziq. Agar video qiziq bo'lgan bo'lsa, unda obuna bo'lib, like bosib qo'ying. Keyingi videolarda ko'rishguncha.